Ha, bu yoshlar shokda. Oy, nasos uchun shupa yuzing yuvishing kerakmi? Shunda yuzimni yuvmaymi? Yuv, chelakka ol, bakalashga ol, to'ldirib qo'y. Har zamon zing 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 zing. Nima bu ahvol? Nima qilyapsan? Aka nechta kelasiz? Mana shu yerda oqlash kerak ekan. Mana orqaga olib kel, bor. Shular shikolatlarni yeb, romantika qilaveringlar. Nima biz yemadik? Senlar yemasalang itiydimi, ha? O'sha zahar zapni uyga kirib onamlar bilan ye. Bir kilo olib qo'yganman-ku. Shuni ayt, meni boshimga qolib ketyapti. Siz? Bitta ham tinchlik yo'q bular dastida. Qatdan uylantirdim shularni. Hingir. Bitta uylangan senmi? Voy hakim. Ha, ya. Hamma aybni shu kishi qilayotgan ekanlar-da, mana Qanday ishlar? mana zapisga olib keldim. Bu HoloLens ovoz yozish petlichkalari. Shaxsiy blogini yuritmoqchi bo'lgan insonlar uchun eng zo'r qurilma mana shu. Bu petlichkani shuna olib chiqib qo'yib ketasiz, 340 metrgacha zapis qiladi. iPhone ga ham zapis qilsa bo'ladi, kameraga ham zapis qilsa bo'ladi. Og'irligi atiga 14 gram. Syomka jarayonida ana shularni eshitib turasiz-da, ukamni ham mana shundan ushladim-da eshitdim. Menga ham shuni Nima qilasiz? kelin deb o'ylaydi. Ko'p yashang kelin. Ko'p yashang. Ertalabdan beri dasturxonim axtaraman. Boshingizga gapyapsizmi? Izduvasiz что ли, kelin? O'zimnikini topolmadim, Deojon. Mana bu kolxoz uchun, mana bu nasosni ochgan uchun, mana bu shikolatlar uchun. Ona, bu nasoschi ishlayapti-ku.